Sizlarni ham uyingizda shunaqami? Har kun nonushtaga bitta savol: nima tayyorlasam ekan? Bizning uyda masalan ayollarga nisbatan erkak kishilar ko'proq bo'lgani uchun nonushtani baquvvat qilishga harakat qilishadi. O'shanga bugun yana bitta ideya qilib, mazasi kattalar u yoqda tursin, bolalarimga ham juda ham yoqqani uchun sizlar bilan ham retseptini bo'lishyapman. Birinchi bo'lib piyozlarni mayda to'rab, qiyma bilan ziravorlar qo'shib qovurib oldim. Tayyor malidan oshirma xamirim bor edi, uni katta dumaloq qilib yoyib, tomatni pastaga ozgina o'simlik yog'idan qo'shib aralashtirib, uni ham ustiga surib yubordim va ustidan qovurilgan qiymalarni joylab, xohlagan uyingizda bor sirlardan cho'rkadan chiqarib, xuddi videoda ko'rsatilgandek shaklga keltirib olamiz. Pizzadagi oddiy dumaloq qilib qo'ysanglar ham bo'ladi, lekin shunaqa usulda qilsanglar undan ham zo'r chiqar. Chetlariga tuxumlardan surtib, kunjut yoki shunaqa pistalardan sepib, 180 gradusga 25 daqiqaga yuboramiz. Yana ham ishtahochar bo'lishi uchun ko'k piyozlidan ham sevardim. Sizlar ham shunaqa nonushtadan baquvvat qilasizlarmi yo shunda choy ichib ketaverasizlarmi? Kommentariyaga bu haqida yozib ketinglar va bu videoni shunaqa baquvvat nonushta qiladigan tanishingizga jo'natib qo'ying.